Bitta oila maza qilib yashaydigan yangi qurilgan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimizda 3 qahramon postdan bor yo'g'i 5 kilometr kirganda Shredder mahallasida joylashgan. Orientirimizni Shredder bog'i bo'lyapti. Uyimizda 2,5 sotiq, 6 ta xona va bitta holdan iborat. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizning kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan. Mashina uchun alohida darvoza va bu yerda paradning eshigini ko'rishingiz mumkin. Bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Darvozaxonamizni ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Paradning eshigidan kirishimiz bilan chap tomonimizda hovlimiz uchun sanuzel, uni yonida bo'lsa yozgi oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Yozgi oshxonamizning hamma sharoitlari bor. Bu yerda o'zini gaz plitasi, mo'ykasi, mangal zonasi va qozon o'chog'i bilan birga. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa shunaqa chiroyli qilib zeleniy zona qilingan. Binoyimizda bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin va attachento ishlatilgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Gaz, svet, suv hamma kommunikatsiyalari bor. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda katta hovlimizda joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanna zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizda ko'rib turganingizdek razdelli, faqat hol yoki koridor orqali kiriladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizda shunaqa chiroyli panorama romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, shunaqa katta oshxonamiz joylashgan. Faqat oshxonamiz emas, hamma xonalarimiz shunaqa keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib olsanglar bo'ladi. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, katta zalimizda joylashgan. Bu zalimizning kattaligini hisobga olib, bir qismini divanna zona, bir qismini bo'lsa stol zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu xonamizning oynalari orqa hovliga qaragan va aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Orqa hovlimizdan bo'lsa, uyimizning yuragi bo'lgan kotelli xonamizga o'tib ketsa bo'ladi. Hamma оборудованиemizni ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Uyimizda ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor holatda. Shundoq kelasizlar, yashaysizlar, bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa birinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bitta spanyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Uyimizni isitish uchun to'liq iliq pol qilingan, radiatorlar uchun ham joy ajratib ketilgan. Ko'rib turganingizdek, radiator qo'yilsa bo'ldi, ishlaydigan qilib qo'yilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa chiroyli lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan koridor, ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizga ham faqat koridor orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun zalimizda joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni yotoqxona qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu xonamizdan bo'lsa, balkonga chiqsa bo'ladi. Uyimizning shunaqa balkoni bor, hovlimizni va mahallamizni tepadan ko'rinishi. Qo'shnining uyi ko'rinmasligi uchun shunaqa ограждениялarigacha qilib qo'yilgan. Bu yerda ham spanyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizda ham shunaqa chiroyli panorama romlar o'rnatilgan. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Uyimizda ko'rib turganingizdek chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Bu yerda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan.
Bu yerda ham bitta spaniyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Uyimiz o'zgacha did va mehr bilan ta'mirlangan ekan. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa ochiq rangdagi sifatli eshiklarni va sifatli romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa Rodительская Ispaniyamizda joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Aynan mana shu xonamizning o'zini alohida sanuzyoli bor. Uyimizning pol qismiga chiroyli bo'lagini oshxona va sanuzyolarimizga bo'lsa ko'rganingizdek kafel ishlatilgan. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Ko'rib turganingizdek 3 ta yonma-yon uy. Men sizlarga hozir o'ng tomondagi birinchi uyimizni video obzorini qilib berdim. Bu uyimizda 2,5 sotiq 6 ta xona va bitta xolldan iborat bo'ldi. Uni yonidagi uyimiz bo'lsa 2 sotiq, undan keyin bo'lsa 3,5 sotiqli uylarimiz ham, mana shu uylarimiz ham sotilyapti. Bemalol kelib, ko'rib, tanlab baraka qilsanglar bo'ladi. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Uylarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, shunaqa chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.